Ko'rish qobiliyatini yaxshilash uchun 10 ta ajoyib mashq. Ko'zlaringizni mashq qilish juda kam odam qiladigan oddiy narsalardan biridir. Ammo bu sizga ajoyib ko'rish qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Mana sizga 10 daqiqadan kam vaqt ketadigan 10 ta mashq. Siz ushbu videoni tomosha qilayotganda ularni sinab ko'rishingiz mumkin. Biz ularning barchasini siz bilan birga qilamiz. Birinchi mashq. Ko'zingizni 1 daqiqa miltillating. Ushbu mashq ko'z ichidagi qon aylanishini tartibga solishga yordam beradi. Shoshmasdan bajarishni boshlang. Miltillash ko'zlaringizni dam olishning eng ajoyib usuli hisoblanadi. Miltillash 3 ta funksiyaga ega. Ko'zlaringizni namlantirish, tozalash va yorug'likdan qisqa muddat xalos bo'lishga yordam beradi. Tez-tez miltillatmasangiz ko'zlaringiz quriydi. Bu yallig'lanish va yomon ko'rishga olib keladi. Ko'zingizni zo'riqtirmasdan tezda ochib yopishda davom eting. Bu mashqni ko'zni tez-tez ochib yopishni oldini olish uchun muntazam bajaring. Ushbu mashqlarni deyarli har qanday joyda 30-60 soniya davomida bajarishingiz mumkin. Ushbu amaliyot ayniqsa juda ko'p e'tibor talab qiladigan har qanday narsa bilan ishlaydiganlar uchun foydalidir. Ikkinchi mashq. Oldinga qarab turib, boshingizni aylantiring. Ushbu mashq ko'zlaringizdagi qon aylanishini oshiradi. Oldinga qarab, boshingizni har tomonga borishingiz kerak. Avval boshni sekin o'ngdan chapga, keyin yuqoriga, pastga aylantiring. Qancha bo'sh vaqtingiz borligiga qarab, buni 30 yoki 60 soniya davomida qilishingiz mumkin. Eng muhim sezgi organlar bu sizning ko'zlaringizdir. Bundan tashqari bu tanangizdagi eng murakkab hissiy organlardan biridir. Yomon ko'rish sizni ko'p jihatdan cheklaydi. Shuning uchun har qanday yoshda ajoyib ko'rish uchun ushbu mashqni bajarish uchun har kuni 10 daqiqa sarflang. Mashqni xotirjamlik bilan yakunlang va biz davom etamiz. Uchinchi mashq. O'ng va chap tomonga qarang. Yana mashqni 30 dan 60 soniyagacha bajarishingiz mumkin. O'zingizni qulaylik his qiling va keling, boshlaymiz. Nafas olayotganda buni sekinroq bajaring. Iloji boricha o'ng tomonga qayrilib, lekin stis holatda emas. Keyin nafas chiqarayotganda sekin nigohingizni chapga siljiting. Mashqni juda sekin bajarish kerakligini unutmang. Tugatgandan so'ng ko'zingizni bir necha soniya davomida yuming. To'rtinchi mashq. Ko'zingizni yuming va dam oling. Qorong'ulik. Bu ko'zlaringizdagi fotoretseptor hujayralarini kuchaytirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida tiniq ko'rishga yordam beradi. Sizga kerak bo'lgan yagona narsa ko'zingizni yumib o'tiring. Eng muhimi ko'z qovoqlarini to'liq dam oldirtiring. O'zingiz yoqtirgan narsa, kelajakdagi ta'tilingiz yoki boshqa yoqimli narsalar haqida o'ylang. Va kamida 30 soniya davomida ko'zingizni yumib turing.
5-mashq. Ko'zlaringizni turli yo'nalishlarda harakatlantiring. Ushbu mashq vizual idrok etishning barcha jihatlarini yaxshilaydi. Bu ham uzoqni ko'ra olmaslik, ham yaqinni ko'ra olmaslik uchun mos keladi. Ko'zlaringizni turli yo'nalishlarda harakatlantirishingiz kerak. Boshida 5 soniya davomida o'ngdan chapga qarang. Endi 5 soniya davomida yuqoriga va keyin pastga qarang. Shundan so'ng ko'zingizni dumaloq harakatlari bilan aylantiring. Buni 10-15 soniya davomida bajaring. Keyin ko'zlaringiz bilan 8 raqamini chizing. Shoshilmang. Oltinchi mashq. Ko'zingizni yuming va oching. Ushbu mashq ko'z mushaklarini bo'shashtirishga va ko'zlardagi qon aylanishini oshirishga yordam beradi. Ko'zlaringizni 3-5 soniya davomida mahkam yuming. Endi ularni oching. Yana qiling. Yana. Yana bir marta. Bu mashqni 7 marta qilishingiz kerak. Yettinchi mashq. Barmoqlaringiz bilan chakkalaringizga suring. Ushbu mashq ko'z ichi suyuqligining oqishini yaxshilaydi. Barmoqlaringiz bilan chakkalaringizga bir oz suring va bu bosimni taxminan 2 soniya ushlab turing. Mashqni 4-5 marta takrorlashingiz kerak. Keling buni birga qilamiz. 1 2 3 4 Ajoyib. Keling, keyingi mashqni ko'rib chiqaylik. 8-mashq. Ko'zlaringiz bilan geometrik figuralarni chizing. Ko'zlaringizni ochiq holda nigohingiz bilan oddiy geometrik shakllarni chizing. Uchburchak shaklidan boshlashingiz mumkin. Keyin katta to'rtburchak chizing. Bundan tashqari siz kvadrat va doira chizishingiz mumkin. Keyin yanada murakkab shakllarga o'tishingiz mumkin. Trapetsiya va parallelepiped kabi. To'qqizinchi mashq. Ko'zingizni yuqoriga va pastga siljiting. Birinchi bo'lib ko'zingizni yuming. Keyin ko'zingizni asta-sekin yuqoriga va pastga harakatlantiring. Tepaga, pastga. Ko'zingizni yumgan holda buni juda sekin bajaring. Mashqni 5-10 marta takrorlashingiz mumkin. Keling birga 5 marta qilaylik. 1 2 3 4 5 Yaxshi, siz ajoyib bajaryapsiz. 10-mashq. Ko'zlaringizni yaqin va uzoqqa qaratishni kuchaytiring. Avval stulga o'tiring yoki devor oldida turing. Bosh barmog'ingizni yuzingizga taxminan 25 sm ga uzoqda qo'ying va unga 10-15 soniya davomida diqqatni qarating. Bundan tashqari 10-15 soniya davomida 1,5-3 metr uzoqlikdagi obyektga e'tibor qarating. 10 soniya davomida qarab turing. Endi boshingizni qimirlatmasdan oldingizda 3-6 metr bo'lgan obyektga e'tibor qarating.
Siz 10-15 soniya davomida obyektga e'tibor qaratishingiz kerak. Shoshmang. o'n 15 soniyadan so'ng bosh barmog'ingizga boshqatdan diqqatni qarating. Ushbu mashqni 5 marta bajaring. Ushbu 10 ta mashqni muntazam ravishda bajarishda davom eting va bir hafta ichida ajoyib natijalarni ko'rasiz. Eng yaxshi natijaga erishish uchun sog'ligingizni ham kuzatib borishingiz kerak. Mutaxassislarning fikricha, yaxshi ko'rish sizning ovqatlanishingizga ham bog'liq. Esda tutingki, eng foydalisi qisman pishgan tabiiy oziq-ovqat mahsulotlari hisoblanadi, chunki u eng ko'p vitaminlarni saqlaydi. Salomat bo'ling.